Assalomu alaykum bog'dorchilik ishqibozlari, ukalar. Mana shu bog'imizda 200 metrga suv kelib, oxirgi tuzamimizga suv kiradi. Shu suv boshidagi suv 200 metrga tushguncha yo'qolib qolaverdi. Mana shu usuldan foydalandik. Arzon latok. Sizlarga ham tavsiya qilaman. Yo latok qimmat tushsa, semen qimmat tushsa, vaqtinchalikka shunaqa qilsa ham bo'lar ekan mana. Hozir suv 200 metrdan ham ko'proq joydan kelyapti. Suvimiz pulli, energiya nasosdan chiqadi. Farg'ona kanalidan. Suvimiz pulli. O'shaning uchun bunaqa usullardan foydalanib ekonom qilishga harakat qilyapmiz. O'sha boshidagi kirayotgan suv oxiriga borib 40% ga tashti yo'q bo'lib qolib turadi. Hozir 100% suv yetib boryapti. Mana oxirigacha ko'rsataman sizlarga. Ana suvni qarang. Yerimiz dash bo'lgani uchun suv yutib ketadi ekan yerga. Salafan bilan o'zimizda issiqxonadan chiqqan eski salafanlar. Salafan bilan buni olib borganimizda juda bildirdi. 100% suv oxirgi tuzamimizga ham yetib boryapti. Ana shu yerdan boshlangan. Ketdi. 200 metr, 220 metrga bordi. Mana video manfaatli bo'lgan bo'lsa, like bosib, qo'llab-quvvatlab qo'yinglar.